Qadrli do'stlar, mana qaranglar, doim kuzatuv olib borardim. Kunni issiq kunlarida quruq havo, namgarchilik juda kam paytda shu yashildan chap tarafga qarab 40-30, asosan 35-40lar atrofida namlik darajasi ko'rsatardi. Mana qaranglar, bulutli keldi. Bulutli kelganiga, havo salqinlashganiga temperatura 20 ga tushibdi. Hozir ertalab namgarchilik 50larga yaqinlashyapti. 45, 46, 47 bo'libdi. Qurilish magazindan shu narsani sotib olgan edim. Ham temperatura, ham namlik ko'rsatadigan. Oldin yoshi katta insonlarning uyiga kirganimda o'ylardim, bularda nimaga doim termometr, gigrometr turadi dedim. Mana hozir havoda suv molekulalari bo'lgani uchun nafas olish ham, ya'ni namroq havoda nafas olish oson bo'lar ekan. Bugun 26-oktyabr, noyabrga qarab ketyapmiz. Haliyam anaqa bo'lgani yo'q. Nima deydi, yomg'ir bo'lgani yo'q, lekin mana bugun bulutlar kirib kelibdi. Shu haqida sizlarga kichkina video oldim. Rahmat ko'rganlarga. Like bosish esingizdan chiqmasin. Like.